Assalomu alaykum kanalimizga obunachilar, kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Hop, do'stlar, sizlardan bir iltimos. Mana shu YouTube kanalimizda obuna bo'lmay ko'rib turgan do'stlar, foizi 71% ekan, ancha tushdi. 90% edi, bu 70% ga tushdi do'stlar. Shuni yanada tushirsak yaxshi bo'lar edi do'stlar. Buning uchun sizdan shunchaki kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yish talab etiladi do'stlar. Menga yordamingiz shu bo'ladi. Hop, do'stlar, endi asosiy bo'limga, videomiz mazmuniga keladigan bo'lsak, sizlar bilan bugungi videoligimizda Fast Mini botini ko'rib chiqamiz. Bot manzili kommentariyada bo'ladi. Bu do'stlar, bu botimiz do'stlar sarmoyali va sarmoyasiz ravishda ishlaydi do'stlar. Bot manzili kommentariyada. Hop, kalim tugmasini bosamiz. Bunga sarmoya kiritib ham ishlashimiz mumkin. Xohlasangiz referral chaqirib ham ishlasangiz bo'ladi do'stlar. Referral chaqirib ham ishlash mumkin. Hop, bu yerdan mana shu video kartalarni sotib olib ham ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hozir bonus ketyapti 50% ga, 41 minutdan keyin tugaydi bu do'stlar. Hop, mana shuni sotib olsak, bizga bonus sifatida beradi. Xohlasangiz tonda ham to'lashimiz mumkin. Hop, 0.74 ton to'lashimiz kerak ekan do'stlar. Buni sotib olishimiz uchun bu cheklangan do'stlar. Shunda sizga qancha GHz beradi do'stlar? Shunda hop, moshni sizga 3000 GHz berar ekan bu botni o'zini monetasi do'stlar. Mana shularni sotib olib ham ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu $99, $21 bor do'stlar. Hop, asosan bunda mana shu do'stlar. Bu yerdan do'stlar almashtirib olsak ham bo'lar ekan. Bu nima bo'ldi? Hayronman. 583 ga qo'shildi do'stlar. Mana shu yerda zametkada 2 soatda kirib, mana shuni olsangiz qo'shilib borar ekan do'stlar. Endi bundan do'stlar pul chiqarib ko'ramiz. Referral bo'limi bu yerda do'stlar. Har bir referral chaqirganingizda sizga qanchadir miqdor bonus beradi. Pul chiqarishimiz uchun do'stlar bizga Litecoin, Tron kerak bo'ladi do'stlar. BNB da ham chiqarsak bo'ladi. Minimalkasi 15 FTM do'stlar. FMT ekan. Bundan oldin ham 2 marta pul chiqarib olgan edim do'stlar. Barchasini to'lab berdi. Hozir ham 50 FMT bor do'stlar. Bu degani 0.554 degani Litecoin da do'stlar. Buni qayerga chiqarib olamiz desangiz, buni Payer hamyonga chiqarib olishimiz mumkin. Hop, do'stlar, bizga Litecoin adres kerak bo'ladi. Buning uchun Payerga kirib oldik. Poponet balansni bosamiz. Mana shu adresni kopirovat qilamiz. Bu yerga joylaymiz do'stlar. Va подтвердить tugmasini bosamiz. Tranzaksiyamiz amalga oshdi do'stlar. Pendingda turibdi hozircha. Do'stlar, endi ikkinchi botimizni ko'rib chiqamiz. Bu ikkinchi botimiz ham xuddi shunday tarzda. Bunda ton mining qilishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bu yerda bonusni ketyapti. Bonus 1-dan 5-aprelgacha. Mana shu narsalarni sotib olsangiz shuncha bonus beradi do'stlar.
chegirmasi bor ekan do'stlar. Bunda ham xuddi shunda 100% bonus, 100%. Bunda 102 chas qolibdi. Buni ham mana shu tarzda sotib olsangiz bo'ladi do'stlar. Bunda ham oplata tugmasini bosasiz. 0.74 tonga sotib olsangiz bo'ladi do'stlar. Buni Contact ton wallet orqali chiqarib olsangiz bo'ladi. Va shu orqali ham to'lasangiz bo'ladi do'stlar. Bu yerda referendum bo'limi bor. Sizda start tugmasi mining qilish to'xtab qolgan bo'lsa, mana shu start tugmasini bosasiz va 11 soat 57 minutda tugaydi do'stlar bu. Keyingi bo'lim referendum bo'limi, pul chiqarish bo'limi bor do'stlar. Referendum bo'limidan do'stlar bu yerda 7 ta do'st chaqirsangiz sizga qanchadir miqdorda 1000 gup monetasini beradi do'stlar. Mana shu Telegramda o'zini monetasi bu mana shu miningga qo'shiladi do'stlar. Buni chiqarib olishga iloji yo'q. Bundan biz foizini olamiz do'stlar, sarmoyasiz ravishda. Buni bossak admin bo'ladi. 100 ta hash bir FTMga to'g'ri kelar ekan do'stlar. Uzr talaffuz uchun. Bizda 12 FMT bor ekan do'stlar. Vivesti tugmasini bosamiz. Qancha chiqarib olishimiz mumkin? Minimalniy summa 32 ekan do'stlar. Yig'ilib qolsa chiqarib qo'yamiz do'stlar. Buni ham mana shu yerda vazifalarni bajarib ham ishlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. 5 dollar kiritsangiz 10 million gup berar ekan do'stlar. Buning uchun siz botga 5 dollar kiritishingiz kerak. Buni hech kimga maslahat bermayman do'stlar. Va do'stlar mana shu o'yinda ham o'ynasangiz 5 ta stopga qilishingiz kerak. Bot o'zi pul beradi, shundan 5 ta stopga qilishingiz kerak bo'ladi va proverayat tugmasini bosasiz do'stlar. Sizga 1000 ta qo'shiladi yana. Mana shu tarzda ishlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Endi bundan oldingi botimizni ko'rib chiqamiz. Bu botimiz do'stlar, qachon to'lab beradi desangiz, 1 kun davomida to'lab beradi do'stlar. Mana shular barchasi ikkalasi ham tushib kelgan. 100% to'lab berdi do'stlar bu botimiz. Botni barchaga taklif etaman. Botimizni kommentariyada bo'ladi do'stlar. Videoga bir donagina like bosib qo'ying, xursand bo'lamiz. Va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Barchangizga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar. Videodagi kamchiliklar uchun uzr so'raymiz.